Quyidagi diafan tenglamani ishlaymiz. 5x plus 28y barobar 59 tenglab berilgan. Bu tenglamani ishlash uchun x topib olamiz. X barobar 59 minus 28y bo'lingan 5. Suratni 60 minus 30y minus 1 plus 2y desak, ya'ni mana bu qismini 5 ga bo'linadigan qilib tanlab olyapman. Xo'p, xatma-xat bo'lsak 12 minus 6y plus 2y minus 1 bo'lingan 5. Endi masala shartida x bilan y ni butun bo'lishini aytyapti. X butun bo'lishi uchun mana bu yerda y butun, x butun bo'lishi uchun mana bu kasr butun bo'lishi kerak, ya'ni qisqarib ketishi kerak. 5 ga qisqarish kerak. Ya'ni 2y minus 1 5 ga bo'linadi degani. 2y minus 1 da 5 ga bo'lganimizda katadan plus 0 qoldi. 0 qoldig'ini yozmaymiz. Bu yerdan y topadigan bo'lsak 5k plus 1 bo'lingan 2. Endi butun qismini ajratib olsak 2k plus k plus 1 bo'lingan 2. Xo'sh, bu yerdan yana k butun sonligidan y butun bo'lishi uchun mana bu butun son, bu ham butun bo'lishi kerak. Ya'ni k plus 1 2 ga qisqarishi kerak. Yana yozib olamiz. K plus 1 da 2n deb plus 0 qoldi. Buni yozish shart emas. K ni topib oladigan bo'lsak 2n minus 1 ekan. Endi k ni o'rniga qo'yib, mana bu yerdan y topib olishimiz mumkin. Y barobar 2k, ya'ni 4n minus 2 plus k plus 1 o'rniga mana 2n qo'yganmiz. 2 larni qisqartirib olsak n o'zi qoladi. N qo'yganimizda 5n minus 2. Xullas y barobar 5n minus 2 yechim bor. Endi x topishimiz kerak. Yuqorida biz x topib olganmiz. Mana 12 minus 6y plus 2y minus 1 bo'lingan 5. Endi 2y minus 1 o'rniga 5 ga qo'yishimiz kerak-ku. 5 lar qisqargandan keyin k hosil bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki x barobar 12 minus 6y plus k. Ya'ni mana 5 lar qisqaradi, k ni o'zi qoladi. Endi k ni o'rniga biz 2n minus 1 qo'yishimiz kerak. Ya'ni y ni ham x ni ham n orqali ifodalayapman. Chunki n butun son. N butun son bo'lgandan keyin y ham x ham butunligi kelib chiqadi shundan. Xo'sh, 12 minus mana bu y o'rniga ham 5n minus 2 ni qo'yib qolamiz. Xo'sh, 30n plus 12 plus 2n minus 1 tenglik 23 minus 28n. Ya'ni 12 ga 12 24, 1 dersak 23. 30 minus 30n ga 2n ni qo'shyapmiz, minus 28n. X barobar 23 minus 28n. Y esa 5n minus 2. Javob 23 minus 28n va y minus 2. 5n minus 2. Xo'sh, bu yerda n butun son. Xo'sh, yechim shu, ya'ni ixtiyoriy butun son qo'yganimizda n larga x va y yechimlar kelib chiqadi. Kommentariyada ko'p kishi xususiy yechimlarni qo'ygan. Aynan shundan kelib chiqarsa bo'ladi. N ni o'rniga 0 qo'yganimizda 23 bilan minus 2 va hokazo. N ni o'rniga butun sonlar qo'yaversak, yechim kelib chiqadi. Cheksiz ko'p yechim bor.